Islandiya. Muz va olov mamlakati. Mo'jizakor va maftunkor tabiatga ega. Juda ham ko'plab insonlar tomonidan YouTube'da videolar qilingan va o'ziga xos targ'ibot kampaniyalari boshlanib ketgan ajoyib o'lka. Bugun olis O'zbekistondan juda ham bir olis zaminga qadam ranjida qilish men bandaga ham nasib qilgan ekan. Buning uchun Allohdan benihoya minnatdorman. Hozir bu yerda tong, soat adashmasam 4 kun davomida imkon qadar barcha chiroyli va go'zal joylarini ko'rsatishga, uning nima desam ekan, turistik potensialini ochib berishga, qancha xarajat qilinadi, qayerga qancha narxlari va unda bo'lgan, bilmadim, iqtisodiyoti, siyosati, xalqining turmush tarzi imkon qadar qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman. Hozirda men Islandiya poytaxti Reykjavik shahrining qoq markazida turibman. Ortimda turgan mana bu bino, bu birinchi navbatda o'ylashingiz mumkin, qandaydir bir raketaga o'xshash bino. Buni keyinchalik bor bo'yi bilan ham ko'rsataman. Bu cherkov. Qanchalik g'alati eshitilmasin, bu mana ko'rib turganingizdek cherkov hisoblanadi. Bu ajoyib cherkov 74,5 metr balandlikda qad rostlagan bo'lib, raketaga o'xshasa-da, aslida mashhur bazalt tosh ustunlardan ilhomlangan. Qurilish ishlari 1945-yilda boshlanib, 40 yildan ortiq vaqt davom etgan va nihoyat 1986-yilda yakuniga yetkazildi. Cherkov o'zining diniy madhiyalari bilan mashhur bo'lgan sevimli island shoiri Hallgrímur Pétursson sharafiga shunday nomlangan. Ibodatxonaning ichki qismi sodda va osoyishta, shiftlari baland va chiziqlari aniq ko'rinib turadi. Asosiy e'tiborni tortadigan narsalardan biri 5000 dan ortiq quvurli ulkan argan bo'lib, uni ko'rish ham, eshitish ham kishini hayratga soladi. Biroq eng ajoyib manzara albatta minoradan ochiladi. Men shu paytgacha ko'rgan barcha cherkovlardan farqli o'laroq, uning tepasiga chiqish uchun zinalar shart emas. Bu yerda maxsus lift bor. Taxminan $10 evaziga siz liftda minoraga ko'tarilib, Reykjavik va uning atrofidagi tog'lar, Atlantika okeanining 360 darajalik ko'rinishidan zavqlanishingiz mumkin. Eng qizig'i, hech kim sizni aslida chipta olgan yo'qligingizni tekshirmaydi. Chunki Islandiyada o'g'irlik va aldov juda kam uchraydi. Cherkovning ro'parasida milodiy 1000-yillar atrofida Kolumbdan ancha avval Shimoliy Amerikaga yetib borgan Viking kashfiyotchisi va sayohatchisi Leif Eriksonning haykali joylashgan. Islandiya yer yuzidagi boshqa hech qanday joyga o'xshamaydi. Muzliklar, vulqonlar, sharsharalar va shimol yog'dulari o'lkasi. Nomiga qaramay, Islandiya butunlay muzlik emas. Ular xuddi Grenlandiya bilan nomlarini almashib olgandek. Chunki Gulf Stream iliq okean oqimlari tufayli orol iqlimi ko'pchilik o'ylaganidan ko'ra mo'tadilroq. Reykjavik dunyoning eng shimoliy poytaxti hisoblanadi. Bu yerda 140 mingga yaqin kishi istiqomat qiladi. Bu Islandiya aholisining 3dan 1 degani. Katta shahar bo'lmasa-da, u joziba, rang-baranglik va ijod bilan to'lib toshgan. Reykjavikning eng yaxshi jihatlaridan biri shahar hayoti va tabiatga yetib borish oson. Ertalab shahar bo'ylab sayr qilishingiz, shahar markazida qahva ichishingiz, so'ngra tushdan keyin geyzerlar, sharsharalar yoki lava maydonlarini ko'rish uchun yo'lga chiqib ketishingiz mumkin. Masalan, Pingvinlar milliy bog'i, Gullfoss sharsharasi va geyzer issiq buloqlarini o'z ichiga olgan oltin halqa yoki bo'lmasam South Coast bo'ylab sayohat qilib, kechga yana shaharga qaytib kelishingiz mumkin. Bu yerda deyarli hamma ingliz tilida so'zlashadi. Odamlari mehribon, havosi toza. Bu yerdagi vodoprovod suvini bemalol ichish mumkin. Botqoqliklariga qaramasdan, Islandiyada mahalliy chivinlar umuman yo'q. Buning sababini hech kim bilmaydi, ammo mahalliy aholi bundan xursand. Islandiyaliklar dunyoning ko'p qismida qo'llaniladigan familiyalardan foydalanishmaydi. Buning o'rniga odamlar otasining yoki onasining nomi bilan ataladi. Masalan, Jonsson yoki Jonsdottir. Bu degani Jonsson o'g'li yoki Jonssonning qizi degani. Shuningdek,
mamlakatda maxsus ismlar ro'yxati bo'lib, odamlar yangi tug'ilgan chaqaloqlariga faqat mana shu ro'yxatdagi ismlardan qo'yishlari mumkin xolos. Islandiyada geotermal energiya tufayli hamma joyda, hatto qor yog'ayotganda ham issiq, ochiq havzalar mavjud. Shuningdek, bu geotermal energiya tufayli butun mamlakatdagi uylar isitiladi. Ko'plab islandiyaliklar Folk, ya'ni elflarga ishonishadi. Chunki islandlar dunyodagi yagona Old Nordicda gaplashadigan xalq, ya'ni ularning tili asrlar davomida umuman o'zgarmagan. Chet tilidan deyarli so'z qo'shilmagan. Hatto hozirgi davrda ham yangi so'zlar uchun alohida island so'zlari o'ylab topiladi. Ajoyib, shunday emasmi? Islandiya dunyodagi eng xavfsiz davlat sifatida ko'p marotaba e'tirof etilgan. Politsiyachilar hatto qurol olib yurishmaydi. Bu davlatda o'ziga xos island otlari bor. Ular poniga o'xshab ketadi. Uning o'ziga xos zoti kichik, baquvvat va Islandiyada uchrashidir. Lekin ot bir marta mamlakatdan tashqariga chiqsa, qaytib kela olmaydi. Bu kasalliklarni oldini olish uchun qilinadi. Islandiyada doimiy armiya ham mavjud emas. U tinch diplomatiya va xalqaro hamkorlikka tayanadi. Ammo shu bilan birga NATOga ham a'zo. Menimcha Islandiya haqida juda ham ko'plab gapirish mumkin. Bu davlatning ajoyib tarixi, go'zal tabiati va mehribon insonlari bor. 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal deb menimcha aynan Islandiyaga ta'rif berish mumkin. Ortimda qad ko'tarib turgan bino Hofti House deb ataladi. U 1909-yilda bu yerga Fransiya konsuli Jean-Paul Brillouin uchun maxsus yasalib, ko'chirib olib kelingan. Bu uy keyinchalik juda ham ko'plab tarixiy voqealar va shaxslarga guvoh bo'ldi. Shuning uchun aynan bu uy haqida alohida gapirib o'tish joiz deb bildim. Demak, dastlab faqat Fransiya konsuli uchun maxsus atalgan bu uy keyinchalik Islandiyaning ko'plab shoirlari va yozuvchilari, shuningdek turli xil ijodkorlarining uyi vazifasini bajargan. Jumladan mashhur island shoir va ijodkori Einar Benediktsson o'z vaqtida aynan mana shu uyda yashab istiqomat qilgan. Shundan so'ng ham bu an'ana davom ettirilib, Islandiyaning mashhur yozuvchilari va ijodkorlari bu uyda vaqti bilan qo'nim topishgan. 1938-yil, ya'ni Ikkinchi jahon urushi boshlanish arafasida bu uy Britaniya konsuli va elchisining rezidensiyasiga aylantiriladi. Bu uy ayniqsa 1986-yilda bo'lib o'tgan Reykjavik sammiti bilan mashhur. Aynan shu yerda AQSh prezidenti Ronald Reagan va SSSR bosh kotibi Mikhail Gorbachov uchrashgan. Uchrashuvning maqsadi sovuq urushni yumshatish va yadro qurollarini qisqartirish edi. Har ikki davlat, AQSh va SSSR yadroviy qurol zaxiralarini ko'paytirayotgan va dunyo yadroviy urush xavfi ostida edi.
Ammo 1985-yilda Reygan va Gorbachov o'rtasidagi ilk uchrashuvdan so'ng muzokaralarga ehtiyoj kuchayadi. Islandiya neytral mamlakat sifatida ushbu uchrashuvga mezbonlik qilish uchun tanlandi. 2 kun davom etgan uchrashuvda tomonlar yadroviy qurollarni kamaytirish, raketa tizimlari va harbiy strategik afzalliklar haqida muzokaralar olib boradilar. Reygan o'zining Star Wars deb nomlangan loyihasidan voz kechishni istamaydi. Garchi Reykjavik sammiti unchalik ham muvaffaqiyatli deb hisoblanmasa-da, u sovuq urushning tugashiga yo'l ochgan ilk qadam bo'ldi. Ikki yetakchining bevosita va ochiq muloqoti orqali diplomatiyada yangi uslub boshlanganligini ko'rsatdi. Yadro qurolini yo'q qilish bo'yicha real harakatlar boshlanishiga turtki berdi. Men ushbu uyni atrofini aylanib yurar ekanman. Oldimdan chiqib qolgan ikkita sayyoh mening e'tiborimni tortdi. Bu ikki keksa yosh mendan ularni ushbu uy oldida rasmga tushirib qo'yishimni so'rashdi. Uchrashuv davomida men ulardan bu uy va uning tarixi haqida so'radim. Ular aynan o'sha davrlarni 1986-yilda bo'lib o'tgan uchrashuvni televizor orqali ko'rishganini va Islandiyaga mana shu uyni ko'rish uchun ataylab kelishganligini aytib berishdi. Men ulardan intervyu olishga harakat qildim, ammo ming afsuski, mikrofonim o'sha paytda pand berib qoldi va umuman ovozni qabul qilmadi. Fred ismli kanadalik inson 1986-yilda televizor orqali mana shu voqealarni kuzatib borgan va uning o'zi mana shu voqealar asosida sovuq urushning yumshalishi, 3-jahon urushi yoqasiga kelib qolgan davlatlarning o'zaro munosabatlaridagi iliqlashuvni ko'rsatib bergan bir tarixiy voqeani guvohi bo'lgan. Bugungi kunda Hofte uyi Islandiya uchun tarixiy va diplomatik ahamiyatga ega milliy ramzdir. U faqat tashqi tomondan ko'rish uchun ochiq. Ichkari qismi esa odatda rasmiy tadbirlar uchun saqlab qo'yiladi. Uy ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Ayniqsa tarix va geosiyosatga qiziqadiganlar orasida bu uy juda ham mashhurdir. Ortimda turgan bino bu men turgan yotoqxona hisoblanadi. Laker Hotel. Ko'rib turganingizdek, juda ham shinam va chiroyli. Va unda hech qanday xodimlar yo'q. Ya'ni kirishingizdan to yashashingiz, joylashishingiz hammasigacha faqatgina o'zingizga o'zingiz xizmat ko'rsatasiz. Birorta mehmonxona xodimini ko'rmaysiz. Bu to'liq mana shu self check-in xizmati va self check-out xizmatiga asoslangan. Juda ham qulay. Ichkarini keyinchalik mana videoda ko'rsataman va bu yana juda qulay joyda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavati to'liq mehmonxona, birinchi qavatida ikkinchi qavati to'liq mehmonxona, birinchi qavatida esa kafe joylashgan. Undan tashqari ichkarida o'zingiz ovqat qilishingiz uchun ham alohida lounge zonalar tashkil qilingan. Nimaga bunday? Chunki narxga bog'liq. Ya'ni boshqa mehmonxonalardan farqli o'laroq Laker Hotel ancha arzon va hostel qilib qurilgan. Shuning uchun juda ko'plab xizmatlarni o'zingiz amalga oshirishingiz zo'r keladi. Ammo bunda hech qanday qiyinchilik sezmaysiz. Menga allaqachon kod jo'natishganda o'sha kod orqali kirdim va xonaga joylashdim. Ichkari issiq, qulay, shinam va o'ylaymanki oldinroq buyurtma qilib qo'yganim uchun ancha arzonga ham tushdi. Shuning uchun har doim biror joyga borganingizda, ayniqsa Islandiya kabi davlatga borganingizda mehmonxona juda ham muhim masala hisoblanadi. Chunki bu yerda hamma narsa juda